Hey yo barchaga bugun sizlar bilan aytganimdek tekinga almaz olishni o'rganamiz. Qani hozir men hozir meni almazim yo'q. Hozir shu video oxirigacha almaz olamiz. Bu videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Videoni boshladik. Qarang, hozir menda almaz yo'q. Menda almaz yo'q. Men sizlarga narsa tashlayman. Mana bu pochtaga kiringlar deyman. Pochtaga. Sizlar pochtaga kirmadinglar. Mana pochtaga kirsam, menga wow! Kim degan ekan? Kim? Ko'rdinglarmi? Buni olamiz hozir. Badarkani olamiz. Mana kiyim tashlab berdi. Ko'rdinglarmi? Menga ham tashlab beradi. Buni oldik. Endi bu yerlarda ham jimjit. Endi va Telegramga kirib olamiz va Telegramga kirib bo'lgandan so'ng biz yozamiz. Kuchukcha FF pastasi almas pastasi tekin. Yozganimizdan so'ng mana bu kanal chiqib keladi. Shunga kiramizda mana kirganimizdan so'ng mana almazlar tashlangan. Ko'rdinglarmi? Endi qaranglar. Mana bu botga kiramiz. Shu botga kirgandan so'ng listani bosamiz. Almaz yig'ishni bosamiz va do'stlaringni taklif qilib, bemalol mana bu kanalga obuna bo'lib, do'stlaringni taklif qilasizlar va almazni olasizlar. Qaranglar. Obuna bo'lmasdan tekshirishni bosasiz. Yana tekshirishni bosasiz. Qaranglar. Big Fake kirasiz. Qaranglar. Sho'rishib kirasizlar. Armonligida kirasizlar. Obuna bo'lgandan so'ng mana bu chiqadi. Almaz yig'ishni bosasiz. Taklif havolasi. Mana bu qaranglar. Shunday qilib almaz olasizlar. Keyin qaranglar. Shunday qilib almaz olgandan keyin almaz yechishni bosasizlar. Refer ID'ni bosib almazlaringni olasizlar. ID kiritib. Mana bitta almaz olish usuli mana bu ilovaga kirib almaz olasizlar. Mana almazlari bor. Men 100 almaz olganman, yana almaz olmoqchiman. Ko'rdinglarmi? 24 soatda tush ekan, ID kiritib olaykansizlar. Mana Killer FUZB. Buni ro'yxatdan o'tish ham bor. Ro'yxatdan o'tib, birinchi ID'larni kiritasizlar, keyin mana bu linkini yozasizlar, bo'ldi. Mana bunday qilib barabar aylantirib almaz olasizlar. Aytgandim 100% almaz berayotgan narsa. Mana bu ko'rsatganlarim ikkita ko'rsatdimki, bot bilan bitta logo ko'rsatdim, o'shalar 100% almaz beradi Free Fire'ga. Yana bittasi bor. Loot Play deb yozsanglar yana chiqadi. Mana bu sandiqcha. Ashu sandiqcha menda yo'q ekan hozir. Shu ilovani qanday o'ynashdan, bu ilovani siz Happy moddan skachat qilib olasiz yoki Happy modda skachat qilib, keyin shu Loot Play bosasizlar, skachat qilib almaz olasizlar. Hozir sizlarga ko'rsatgan bo'lardim, ilovasi yo'q ekan. Mana Loot Play, mana tanga yig'asizlar, mana PUBG go'sh Free Fire ham demo beradi. Mana 150 mingtaga. Ko'ringlar. Sizlar ham olinglar, menga yo'q ekan. Premaxim yo'qligicha mana bu yerdan skachat qilib olaman. Bunday qilib Loot Play'ni skachat qilib olib, bemalol almaz olasizlar, tanga yig'ib. Hozir ko'rsatgan almaz beradi.
yana bitta keyingi anavimiz FF Diamond yozamiz va o'zgamdan so'ng mana bu ham Free Fire'ga almoz beradi. İçeri kirib ko'ramiz. Mana almoz olasizlar. Mana bu ro'yxatdan o'tasizlar, keyin almoz olasizlar. Bemalol almoz beradi. Yana bitta ilova, mana bu ilova ham keyin mana bu ilova ham almoz beradi tekinga. Hozir kiramiz. Almoz olishdan o'rgataman. Bo'lsangiz answer qo'yiz. Qaranglar, Akrite, Aven, 18, MP5, M6, Groza, Global, Pan, Granade, MP5 va Klozi bizga 14 diamond berdi. Keyingisi Alok, Kelly, Kenta, Andre, Sefi, Anthony, Turamos verdi menga. Qaranglar. Yana 8 diamond ishladik. Bu savol qanaqa ekan? Bermuda, Portugaliya, Kalarahi, Alpini, Nextra, 12 diamond verdi bizlarga. Aviapon Master'dan çeken Scarrel, Wood Parker, 8, Bat, Mori, Famas, Zumbi, MP5, Aven, bizlarga 20 diamondis. Qaranglar. K, endi alayım buları. Bermuda, Flash, Magite, Kelly, Global, Bermuda, o diamond verdim. Para Tausti, kaya. 8 diamond verdi. Ondan sonra Master Ekrams illik. Squad full. 2 Hepin 1100 Tur diamond verdi. Ama bitti oldu. Bu almazimiz 139 ilk değilsek bo'lar ekan. ID'mizni kiritamiz hozir. 126 2018 2010 bosamizda doneni bosamiz. Mana bu hozir ko'ryapsizlar, mana uni screenshot qilamiz.
va giryapti bo'lsak, qani mazaga almas tushar ekanmi? Hozir ko'ramiz yana. Almas tushar endi ertaga 24 yoki 48 ta deyapti. Endi yana ilovamiz bor. Va chiqamiz. Mana bu ilova ham bizlarga almas beradi. Mana ID'lar ham ko'rsatib qo'yibdi. Random Diamonds. Bu ham almas beradi. Bunda ham skachat qilib olishlaring mumkin almasni. Bizga ham almaslar kam vaqt beriladi. Shuning uchun almaslarni mana bu ilova, mana bu ilova. Mana bu ilova. Endi bizga 1 soatdan keyin ochilar ekan. 1 soatdan keyin ochilar ekan. 1 soat vaqt berilar ekan.